har kungi oyoq og'riqlari sizni charchatdimi? Quyidagi mahsulotlar uyda doimiy ravishda bo'lishini ta'minlang va oyoq og'riqlaridan xalos bo'lasiz. Aytgancha, oxirgi mahsulot bu asosiysi. Birinchisi, sut mahsulotlari. Uyda qattiq, tvorog va pishloq bo'lishini ta'minlang va e'tibor bering. Onangiz bu mahsulotni har kuni iste'mol qilsalar, ulardagi juda ko'p miqdordagi kalsiy oyoq og'riqlarini kamaytiradi. Ikkinchisi, ko'katlar. Karon, shpinat hamda har xil turdagi ko'katlar juda ko'p kalsiyni o'zida saqlaydi va bu ham oyoq og'riqlarining kamayishiga sabab bo'ladi. Uchinchisi, yong'oq va o'simlik urug'lari. Bu urug'lar va yong'oqlar o'zida vitamin D, kalsiy saqlagani sababli suyaklarning yemirilishini oldini oladi va aytib o'tganimdek, eng asosiy urug' bu kunjut. Kunjut mahsuloti o'zida juda ko'p miqdorda kalsiy saqlaydi va suyakning yemirilishini, suyakdagi og'riqlarni, artrozlarni, artritlarni hamda oyoq og'riqlarini kamaytiradi. Ushbu mahsulotlarni ro'zg'orda bor bo'lishini ta'minlasangiz, demak, uydagilarni oyoq og'rig'ini oldini olgan bo'lasiz. Video foydali bo'lgan bo'lsa, yaqinlaringizga ulashib qo'yishni unutmang. Agar shunga o'xshash foydali maslahatlarni olmoqchi bo'lsangiz, akkauntimga obuna bo'lishni ham unutmang.